Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim kunida 100 marotaba bu zikrni aytsa, u afzal odam bo'ladi. Obro'li odam bo'ladi. Mushkulotlari yechiladi. Qiyinchiliklariga Alloh taoloning o'zi yordam beradi va u martabali odam bo'ladi. Toyinki la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bilamiz hammamiz. Mana shuni kim 100 marta, hech bo'lmaganda kunida 10 marta aytsa, fazilatli bo'ladi. Alloh taolo unga yaxshilik beradi. U eng afzal odamlardan bo'ladi. Qachoniki undan shu kunda ko'proq aytgan odam bo'lmasa. Demak, kim ko'p aytsa, eng fazilatlisi o'sha bo'ladi. Shuning uchun mana shu zikrni aytib yurmoqligimiz, Alloh taolodan fazl so'ramoqligimiz, Alloh taolo mushkulotlarimizni yechsin.